Assalomu alaykum Farg'ona Fisherman YouTube, Instagram, Telegram obunachilar. Bugun Bo'z tumani Lefkos qishlog'ida musobaqamiz bo'lyapti Abbosbek yo'lida. Baliqlarimiz to'kilibdi bugun. Mana odamlar yaxshi ko'pgina odam kelgan. Bu yoq to'lib yotibdi. Yana odamlar kelyapti. Aylan boshlami? Na bitta ilon chiqdi kecha. Yarim kilo bor ha? Kecha mana shu bitta bolani qaramog'ini rosa jinni qilib o'ynagan. Mayda baliqmi ekan. Podpiskalarni bosib turinglar. Xudo xolasa musobaqa qizg'in avjida bo'ladi. Hoshim aka, uni qamich bor-ku. Qamichni nari yoniga tashab qo'ying, nari po'kingiz va shu sayozga tashab qo'yingiz. Baliqning yo'li bor-da, ishda, bunday tegib o'tadi. Sekin pachaqni. Ashga tashing, u sayozda aytdi, va shu tegmaydi baliq. Bu nargizni aytyapti. Yalloh. Kun chiqadi bugun. Ha, shu suv tayib yog'och ko'rinib turibdi-yu, yog'ochmi, qamichmi? Ha, ashga tashi. Hozir yerib ketadi. Ha, ana. Qamich suvimizni surib yuboring. Chuqurroq qilib tashlasangiz ham bo'laveradi. Torting o'zingizga, chekkaga torting. O, torting. Yana ichcha torting o'zingizga. Qirg'oqlarni tashlab qo'yib, joylashtirib o'tiribmiz. Ikkita tortib qo'yib, dakan sog'ib bormayapti-da. Bugun quyosh zo'r chiqsa, baliq ham zo'r bo'ladi. Odamlar o'tiribdi. Soatimiz 9 da o'tyapti. Yana kelishyapti odamlar. Keyin joylashib. Nima deysiz? Ha, o'zi kunda qo'yyapti. Kunda qo'yyapti. Mana hamroh Yevrokat yo'l YouTube nimasini faoliyatidan bor edigan Akmal akamiz o'tiribdi. Yonida Asqar aka. Bizga hamroh. Kuzatishda davom etinglar. Natijalar video davomida qo'yib boramiz. Mana natijalar boshlandi. Ha, qaraylar. Oling. Mana yana bitta natija bo'ldi mana. Qani baliqni ko'rsatib qo'ying. Uzunni oyla, uzunni. Baliqni ko'rsatib qo'ying. Mana, malades, zo'ridan chiqdi. Ha, aytdi baliq muzlab qolibdi. Baliq kimniki? Baliq kimniki? Muzlab qolibdi, kimniki? Oh, ha, qulluq bo'lsa mana. Mana, mana. Qulluq bo'lsa mana. O'zingizdan ekan, ha? Kelaverasizlar mana. Bugun xudo xolasa musobaqalarimiz bomba bo'ladi bugun. Toshdoga harakat qiling, o'chirib sizga keldi. Zo'r ikkita zo'rini olishibdi. Yana bitta natija mana. Shunday. Ha, olyapman men.
Zangi suzdiryaptimi? Ha. Ha, bo'ldi, olinglar. Yan ketib qolgan bo'lsa boryapti. Bugun u zo'r bo'ladi quyoshda. Qutlug' bo'lsin. Mana yana bitta natija, mana Zelkani karobdan chiqdi. Hali qalmag'ini tashlab uspet qilmadi mana. Qutlug' bo'lsin mana. Mana zo'radan chiqibdi ana. Qutlug' bo'lsin. Rahmat. O'zbek yo'lidan yana bitta natija 11-yanvar. Musobaqa kunga. Xonimlar, sizlar. Ko'lda egalaridan aka. Ko'lda egalaridan o'rgatilgan baliqlar o'zlari ushlashyapti mana. Qutlug' bo'lsin. Ana yaxshi bo'laveradi. Hasan tog'a olmay qo'ying o'zimizdan aka. Olmay qo'ying. Yo'q, YouTube'ga. Jarayonlar qiziqarli o'tyapti. Valada qaranglar. Zo'r, 3 ta qalmoqni ilashtirdi ana. Oldi. Pasatga ushasini keta. Bormi oriq? Jichoqlar talashib ketyapti. Mustaydimi, baliq deydi. Mana bu yerda ham natija bo'lib qoldi ana. Mana natija bo'lib qoldi. Bu yerda ham natija bo'lib qoldi. Yerni betiga olishadi. Yerni betiga chiqib turibdi baliq. Olishadi. Olacağım Mana yana bitta natija mana. Qutlug' bo'lsin aka. Bitta qarab qo'ying. YouTube'da chiqarsizmi? Zo'ridan chiqdi. Birinchi o'rin ketdi. Yana bitta natija mana. Bunisi o'zimdan bo'ldi mana. Baliq hushyor bo'ling aka. Ko'tarib qo'ying aka. Ko'tarib qo'ying. YouTube'ga chiqib qo'ying mana. Qutlug' bo'lsin. Omadini bergin. Xorazmga borasan, hali ketib Ko'ldagi rais. Aka. Birata tosh. Bilyapti nimaligini. Mana yana bir natija mana. Svejiy natija mana. Abbosbek ko'lidan gazini bos degan natijalar mana. Ikkinchisimi Akmal aka? Ikkinchisi mana. Qutlug' bo'lsin. Qora po'k ketdi. Abbosbek ko'li yana bitta udan natija. Birinchi o'ringa da'vogarlikmi? Qo'shtog'a qutlug' bo'lsin. O'z zo'ridan chiqdi. 2 kilolimi, 2,5 kilolimi? 3 kilo kelsa kerak. O'ringa. Borda pullar. Sekin pasa ilashib qo'yibdi qanoti. Nimaga 3 kilo olindi uni? 3 kilo ha. Assalomu alaykum. Qo'shtog'am qo'lini olib qo'yaylik.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Omonmisiz? Sizmisiz? Qalaysiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Boshlig'i nima yo'qolib ketdingiz-bu? Sovuqda-ya? Bu sovuqda sovuq o'tkazish kerak edi organizmga. Ha, polvonlar naqd turinglar, hoshto'g'anlar videoga olib qo'y. Qutlug' bo'lsin tog'a mana. Ular barchaga barobar olsun. Oh, mana birinchi o'rinni xudo xolasa ketdi mana. Mana Zo'rto'dan kamerachi akalarimiz kelgan mana. Suv tayini ko'rsatamiz, tevasini ko'rsatamiz va suv tayini ko'rsatamiz. Qaym naqd turinglarchi? Naqd turinglarchi? Qarang, u rasmga olar ekan. Ol qo'y, ko'raylikchi. Nimaga? U ko'fi ichib o'tiribdi mana. Ama svet chekyapti. Tushunmam tutatib olibdi. Laqada su o'talaqa qo'sh. Mana boram natijalar ko'rib kelaylikchi. Hoshim aka jimjitmi? Hoshto'g'a oldingizmi? Ha, shu oxiriga bir borib ko'rib kelaylikchi. Hasan tog'a o'zichi? O sheringlarni olyapti. Shogirdlaringiz. Bitta ham olganlar bormi? O, mana bu yerda bor ekan mana. Ha, ashaqa ketyapman mana. Bu ko'lda egalari o'zi ish ko'rsatib turaveradi shunaqa qilib. Ko'p mana yana musobaqaga qatnashar ekanda bular-ku. Kattasini olib qo'yib mana. Zo'ridan chiqibdi ana akamizdan. Ikkinchisimi? Uchinchisi. Malades, uchinchisi ekan. Yetib olishingizga jicha qopti. Asqat tog'a nimaga? Hali ham jidmi? Ay, birontasi qalmani sudra ketasiz, sekin oldiga tashab qo'y. Yo, maytda baliqlar, qaranglar, baliqlar qabristoni bo'lib ketdi mana. Maytda ham ikkita bor ekan. Mana vashillo ekan, ha? Bo'lyaptimi ba'larda? Yo, nimaga? Ha. Setgan tayda bo'lyapti? Up. Suvga tushib ketib qo'ymayman. Вообще опасный ekan baytlar, ha? Sho'gallar bormi? Qani kim sho'gallar bu? Sizkimi? Men bilan bu yoqda. Qani ko'rsatib qo'yingchi baliqingizni. Yuring, yerimni. Hamma aytaman nonlarni boqib sho'shyapti. Aldab sho'shyapti ekan baliqni. Nonimizni yuyib qo'ygan ekan, tashlab yubordik. Uni deb yana anaqaga. Ya. Hamma biladi-ku. Men ikkalasini olib ko'rsatib o'ray.
Ha, yaxshi bitta bor ekan unisi. Besh oltita bormi unisida? 5-6ta? Unisi ham bitta ekan. Ba'zi setkalar tayi zo'r chiqarsa nima bu natijalar kam. Polvonchi, polvon ushadimi? Iya. Bo'laman ekan. Umid aka oldingizmi? Qani balasiz? Bittami? Qayerda yo'q ekan baliq? Qayerda bor edi? Setga ikkita setkada bor ekan, ko'rsatdi hozir. Aytdim, ko'rsating, yuring, baligingizni ko'rsating. Zo'r TVda chiqasiz hali. Xolos siz Andijon kanalida chiqasiz. Qishloq TVga chiqib ko'radilar buni. Ya katta yo'q. Baliq sirop ekan. Aytda men ko'rmay o'tib ketibman. Ko'ylaklar to'lib oling aka. Ikkitami? Voh, sizlar ko'lda egalari musobaqada birinchi, ikkinchi o'rinni olasizlar shekilli. Birinchi o'rinda olamanmikin deb niyat qilib Ha, oling. Narigilarni ham olib ko'rsatib qo'yingmi? Birinchi o'ringa da'vogarlar ko'p ekan. Bu baliqni qaranglar turishini. Setkani tevasida ekan. Qo'l tashlang. Narigisini ko'rsating. 2 ta olibsiz-a? Hali sherigingiz 3 ta olibdi. Hammadan ham 2 ta bor ekan mana. Yaxshi. Natijalar yaxshi bo'lyapti-ku. O'zlaring ko'rganlaringda podpiska bosib turinglar. Voh, yo'lda qaranglar. Yoshligimizda ham mahallalar esga tushib ketadi bu yo'llar. Bu yerda baliqlar yo'qmi? Birinchi o'ringa da'vogarlar ko'p ekan yaxshi. Umid akam bilan bugun urushar ekansiz aka. U ham kattasidan ushlab qo'yibdi-da. Sotaveradimi? Ha, anaqa ekan. 3 ta olibdi mana, 3 ta. 3 ta olibsiz, men 4 ta balig'imga yetib olibsiz. Aha. Nechta qochirib yubordimi? To'rtta. Yo'l cho'ndi yangilab turasizmi tez-tez? Tili ketmasa kechgacha turaveradi. Qaysi domlaga borgan? Kameram yonida bo'lmasa aytardim. O'zi ko'rib qolib qachon keladi oldimga deb turmasa. Hasan tova, hali ham jimjitmi? Hali ham nima deydi? Kim bilan ham yo'q hali. Bu bola Yaxshi bo'la. qoyalar ushasi men sho'raman men. Siz ushlaganda o'lasiz-a? Talib akamchi? Oldimi? Kamerachimiz oldi mana. Mana bu akam olmasa bo'lmaydi mana. Tumshug'ini ko'rsatib qo'ying bo'ldi. Bo'ldi. Ana. Ana shu yetadi. Talib akam shu edi. Alla aka sizchi? Bo'lar, xudo xolasa.
Hoshim aka, nima gap sizda? Chekkadan o'rtaga siljib ketibsiz-da, joyingiz yaxshi ekan. Yurmayapti hamda baliq bo'lsa. Baloda eng kattasini menga berasan. Nimaga? Yo'q, ketsin. Rasman? Ha, pulini. Ha. Bo'ldi. Mana shu turbantayda ham 5 ta setkada baliq bor. Jimjitmi hali ham? O yoqda juda sola-sol bo'lyapti, olisholmayapti u. O, ana aytdi, ketma-ket urishyapti. O, yo'lda mashinalar qaranglar. O, ishda ham bitta ko'l bor. Buyoqda ham ko'l bor. Odam ko'p. Kelaverasizlar mana. Podpiska layklar bosib turinglar. Manzilimiz Bo'ston tumani Lepkos qishlog'i. Lepkos qishlog'i deyiladi. 17-partiyasi ekan. Mana sirrazi natija bo'ldi ikkala tomondan. Hadan ham ba'dan ham natijalar bo'ldi. To'rinsini oldi bu. Haydanglar ko'lda egalarini, begonalar ham shuasi. Ozo. Ha, xo'sh, tova, balig'ingizni ko'tarib qo'ying. To'rinsini oldi. Ha, to'rinsini oldi ekan mana. Hozir videoga olib ketamiz. Qani? Voy, gap yo'q, xo'sh, tova, qulluq bo'lsa mana. Ham 5-sini oldi mana. Qulluq bo'lsa mana. Bitta qarab qo'ying. Ana 5-sini oldi. Aka, sizniki nechinchisi? 2-sini oldi mana. Bizdan ham so'raylik, ular. Hasan tog'a, nechinchisi? Oxirgisi bizniki. Endi boshlaymiz-da. Mana. Biz sherik 3-sini oldi mana. Qulluq bo'lsin. Mana işte yana bir natija bo'ldi. Partiy reski. Mana bo'ldi. Oh, mana. O'ti ham qattiq ekan. Zo'ridan chiqdi. Mana yana bir natija mana. Abbosbek yo'limizda musobaqalarimiz boshlandi mana. Baliqlar tortish jarayoni. Kilosini ko'ramiz. Asyonchi qilyapti. Boshdan bosh. 65. Rohit. Bizniki katta ekan hamdani. 1 kilo. Bizniki qancha chiqdi? 85. 710 chiqdi. 710 chiqdi. Rohit qancha? 1 kilo 765. 1 kilo 765. 765. Qo'ying. Aka, balig'ingizni o'zini qo'ying. Ha, chiqaring sekin. Tay baliqlar tayoq qo'yinglar, video cho'zilib ketdi. Bismillah, baliq qo'yganlar otlarni aytib qo'ydi. Hali 1 kilo. Siz o'zingiz aytavering. Ayting o'zingizda. Ismingizni ayting aka. Voy. 1 kilo 680. Ismingizni ayting. Fazladan. Fazliddin. 1 kilo 680. 1 kilo 475. Otingizni ayting. Lutfullo. Lut. Birinchi. 1 kilo 410. Ismingizni ayting. Nodirbek. Olib keling tezroq. Bu yomonmi? Nodirbek qancha? 1 kilo 410. 1 kilo. 1 kilo
455. 1 kilo. 455. 1 kilo 370 ekan. Bo'ldi, unga yo'q hozir. 400 lar ko'pda. Mashinada aniq tosh bor. 1 kilo 445. Ismingizni ayting. 1 kilo 545. 1 kilo 545. 545. 3-chi o'rin ketdi. Mana Abbosbek yo'limiz ham musobaqamiz birinchi sovrindori. Xulosa. Zohidjon. Ikkinchi o'rin. 1 kilo 680. No, Fazliddinmi? Fazliddin. Kim? Fazliddin. Mana ikkinchi o'rin. Ikkinchi o'ringa. Qutlug' bo'lsin. Qutlug' bo'lsin uka. Uchinchi o'rin. Uchinchi o'rin. Tak. 1 kilo Nodirbekmi? 470. Yo'q, 1 kilo 545. 440 75. 545 bormi? Ha, mana eng pastda Ha, mana. ha, ha. Uchinchi o'rinda o'sha. Nodirbek. Qutlug' bo'lsin. YouTube'da o'zlaring ko'rsanglar, podpiska ham bosib turinglar. Hamma yo'g'i bor. Bitta stoperdan boshqa. Shu bilan 2 marta sovrinni oldi Ashbola. Qani sovriningiz? Sovrinni bering qo'liga. Ko'tarib Yo'q, qo'liga bering. Bitta esdalikka mana. Qutlug' bo'lsin. Esdalikka. Qo'ldan kelganicha yengil bo'lsa ham musobaqalar uyushtirib turamiz mana. Kelaverasizlar. Mukofoti mana. Qo'y. Mana. Halig'i mana akalar. Mana. Zohidjon mehnatkashimiz ham Zohidjon Musobaqadan keyingi natijalar mana. O mana. Qutlug' bo'lsin. Mana bir natija bo'ldi. Natijalar kechikirganda zo'r bo'lyapti. Yana bitta natija mana. Ikkinchisi nimaga? Nechinchisi aka? Ikkinchisini oldi. Musobaqadan keyin natijalar zo'r bo'lyapti. Yana baliq zo'r chiqdi deyishyapti. Qutlug' bo'lsin. Sharxonli akalarimizdan zo'r mana. Yalnız 3-chi natijasini oldi mana. Marbaka 3-chisini oldi. Bugungi natija 4 edi. Taslim berib yubordik. 3 ta qoldi mana. Chotki 4 kilo 5 kilo keladi.